Agar sizda 1 yildan beri farzandsizlik holati yoki farzand ko'rishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, arxit, prostatit kabi surunkali kasalliklar, shu jumladan gormonal muammolar bo'lsa, albatta spermogramma analizini topshiring. Spermogramma bunda urug' suyuqligi laboratoriyada tekshirilib, spermaning miqdori, spermatozoidlarning soni, ularning harakatchanligi, morfologiyasi, rangi, quyuq suyuqligi, pH darajasini aniqlashimiz mumkin. Spermogramma topshirishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Bunda spermogramma topshirishdan oldin 3-5 kun mobaynida jinsiy aloqadan saqlanish, spirtli ichimliklar, sigaret chekmaslik, issiq vanna va saunalar qabul qilmaslik, kuchli stress va jismoniy mehnatdan cheklanib urug' topshirsangiz, javoblar yana ham aniqroq chiqadi. Agarda sizda ham spermogramma bilan bog'liq muammolar bo'lsa, Cytamedline klinikamizga keling. Birgalikda bartaraf etamiz.